kelamizmikin? Kelarmikin? Bu ishga odasan bo'lmasa ya. Sen boshqa aytishyapti. Bir hafta 10 kun 15 kunda bir yig'ilib oshmosh turamiz. Shularga chaqirsa kelarmikin? Yo'q. Endi yetishtimda kelmasmikin deyishyapti. Hozir bilamiz dedim, akam so'radilar. Uylandim deb unutmang Sirojiddin. Hamkasb qadrdonlarni choyxona yo'l yo'g'li palov to'ralarni uylandim deb unutmang kuyov bola sinfdosh jo'ralarni choyxona yo'l yo'g'li palov birga o'ynaydigan koptirlarni endi tepib bitmang taqir ko'ralarni endi bugun uylanyapti kuyov bola nima deymiz bugun qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin o'zlari uchar Başlayamam, bekor açtım. ben bu kişiyi aytib berasiz o'zlari uchar sadoni tagini ko'chalarda to'ylar bo'lsin har bo'ydoqning uylarida o'zlari uchar Namangan soylarida saç telasam pasayib qoldi to'ylar bo'lsin mana shu taqir chaqir qilayotgan kelinining uylarida inshaalloh yana kelgan kelaylik Sirojiddinni farzandlarim to'ylariga farzand ko'rib kontaktda birinchi chiqqan eng yaqin do'stiga telefon qilib do'stim tabrikla deganda nima deb tabriklaymiz qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin